olti sutiga ega bo'lgan uchastkamizni obzorga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Birdan manzilni tashqarida aytib o'tib ketaman. Yerqo'rg'on bozor joylashgan. Mana bu yoqda 51-bolalar bog'chasi bor ekan. Ichkaridan ko'rsatamiz. Darvozaxona ham 50 ekan. 7 metrli darvozaxona, ikkita mashinani bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Kirganda o'ng tomonda o'zini mehmonxonasi bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Remontlardan chiqqan, juda ham chiroyli remont bo'lgan mehmonxonasi. Bu yoq oshxona qismi. Oshxonalari ham o'rtacha holatda. Darvozaxonaga ham radiatorlar qo'yilgan ekan. E'tibor berasizlar, darvozaxonamiz to'liq akfa bilan o'ralgan, hamma joyi. Bu yoqda bitta xonamiz joylashgan. Bu yoq spalniy qismi ekan. Yana bitta xonamiz. Bundan ichkarida ham bitta xona bor ekan. Ichida odamlar bo'lgani uchun olyapmadik. Buni ichkari tarafida bitta xona, bitta sanuzelar bor ekan. Eshiklariga e'tibor qaratasizlar. Juda ham sifatli eshiklardan qo'yilgan ekan. Arzon eshiklar qo'yilmagan, sifatli, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Hovli qismiga chiqamiz. Bu yoqda hammom joylashgan. Aygorod qismi. Mana bu yoqda 20 metrga kachalka urilgan ekan. Hojatxonasi, bu yoqda qo'yxona. Qo'y boqishar ekan. Uyimizni kosmetik bir remont qilish kerak ekan, tashqi qismini, ichkarilari o'zi ko'rib turganda hamma remontlari bitgan, ichida odamlar yashayapti. Hovlimizda narxi 6 suti uchun egalari $110,000 so'rashyapti. O'tib beriladigan joyi bor. Pastda raqamlar qoldiramiz. Kelib bemalol ko'rishlaringiz mumkin.